Tumandagi 40 ta ovul va mahalla fuqarolar yig'inida hasharlar uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Ichki ko'chalarga qum shag'al aralashmasi yotqizilib, yo'llar tartibga keltirilmoqda. Daraxtlar oqlanib, ariq zovurlar tozalanmoqda. Ko'cha chetlari obodonlashtirilmoqda. Shuningdek, oylik doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar xonadonlarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, ularga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar va ko'ngillilar birgalikda mehnat qilib, mahallalarni yanada ko'rkam va ozoda qilishga hissa qo'shmoqda. Yurtboshimizni video selektorlarida butun O'zbekiston hududida 30 kunlik obodonlashtirish ishlari haqida bir o'zlarini maslahatlarini berdilar. Shu yurtboshimizni so'zlari inobat mana quvvati ila Beruniy tumani Badroton masjidida ovul fuqarolar yig'ini raislari bilan birgalikda shu ovul hududi fuqarolari bilan birgalikda ko'cha kuylarimizni, uyimiz atroflarini, qolaversa bugun mana Badroton masjidi atrofida ham obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib boryapti. Endi muhtaram yurtboshimizni aynan ma'lum bir kunlarga ishora qilib aytgan gaplarini biz shunday xulosa qilmoqimiz kerakki, nafaqat bugun, nafaqat ertang, balki yil davomida, butun umrimiz davomida uyimiz atroflarini, ko'cha kuylarimizni, yashayotgan yurtimizni chiroyi obod bo'lishligi haqida, toza tutishligimiz haqida harakatda bo'lishligimiz, yoshlarimizga o'rnak bo'lishligimiz kerak. Zero pokizalik bor joyda, toza hudud bor joyda demak yaxshi niyatlar amalga oshiriladi. El yurtning rivoji ravnaq topadi. Bunday xayrli ishlarda albatta bardavom bo'lishligimiz kerak. Bunday ezgu tashabbuslar nafaqat mahallalarning qiyofasini yangilash, balki aholi o'rtasida hamjihatlik, mehr-oqibat va o'zaro ko'mak tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa mustaqilligimizning 35 yillik arafasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bayramni munosib kutib olish, mahallalarda fayz va farovonlik muhitini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.